dan 7 ball olish. Bu nafaqat til o'rganish, balki katta miqdordagi mablag'ni tejash va davlat tomonidan rag'batlantirilish imkoniyatidir. O'zbekistonda bu borada bir nechta real imkoniyatlar bor. Agar siz IELTSdan 7 yoki undan yuqori ball olsangiz, davlat imtihon topshirish uchun sarflagan xarajatingizni taxminan 2 million so'm atrofida to'liq qaytarib beradi. Buning uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.gov.uz orqali ariza topshirish kifoya. Albatta, sertifikat muddati o'tmagan bo'lishi kerak. O'zbekistondagi davlat oliy ta'lim muassasalariga kirishda IELTSdan 5,5 ballingiz bo'lsa, ingliz tili fanidan imtihon topshirmaysiz va sizga avtomatik ravishda maksimal ball beriladi. Agar sizda 7 yoki 7,5 ball bo'lsa, bu sizning umumiy reytingingizni keskin ko'taradi va davlat granti, byudjet asosida o'qish imkoniyatingizni 80-90% ga oshiradi. Bu esa 4 yil davomida millionlab so'm kontrakt to'lamaslik degani. Hozirgi qoidalarga ko'ra, magistraturaga kirish uchun til sertifikati majburiy bo'lib qoldi. IELTSdan 7 balli bor talaba magistraturaga kirishda mutaxassislik fanidan yuqori ball olsa, grant yutish ehtimoli juda yuqori. Sertifikati yo'qlar esa hatto hujjat ham topshira olmaydi. Do'stim, hali ham kech emas, ingliz tilidan sertifikat olish kerak, bu ko'p imkoniyatlar degani. Bu xabarni hali ham ingliz tilini o'rganmay yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.